Bu qizimizning yuzlari juda ham quruq va чувствительный va visnushkalar bor. Bilasizmi, bunaqa yuzlarga chistka muolajasi sразу mumkin emas. Men Bior Vitalizantdan boshladim. Hozir bu qizimizga ham namlashga, ham kupirozlarga, ham visnushkalarga kokteyl qilamiz. 3 kun, 4 kunda 100% natijasini ko'rishadi. Qaranglar, teri juda ham quruq bo'lsa, kokteylni o'zini texnikasi bo'ladi. Yuborish kupirozlarga yaqin kelmasdan turib dorilarni kirgizishimiz kerak. Buni yomon oqibati agar noto'g'ri qilinsa bu protsedura tomirlarning yorilishiga olib keladi. Shuning uchun ahamiyatliroq bo'lib ishlaymiz va natijamiz xudo xolasa zo'r bo'ladi. Teri qizarishlari ketadi, oqaradi, visnushkalarimiz kamayganligini hisobiga yuz yaltiraydi. Agar sizni ham yuzingizda shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, direktdan murojaat qilishingiz mumkin.